Alo? Talog'ingni berdim. Uyga borgunimgacha lash uyini yig'ishtirib. Nimaga unaqa deyapsiz, dadasi? Dadasi dema iflos. Senga shuncha sharoit yaratib bersam ham, sen nonko'r boshqasi bilan yuribsanmi? Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Uyga boring, hammasini tushuntirib beraman. Kelma dedim uyga. Kim nima dedi sizga, gapirsangiz-chi? Nima ishing bor? Dadasi kim bo'lsa ham tuhmat qilyapti, ishonmang iltimos. Men ko'rganimga ishonaman. Jonim, Meni hurmat qilmasang ham, bolalaring ko'zingga ko'rinmadimi, buzuq? jonim, uyga keling, gaplashib olamiz, xo'p? Uyga qadamingni ham bosmanman jalaqa. Nima bo'ldi? Tinchlikmi dugonajon? Gapir. Erim. Assalomu alaykum. Buyurtma sizgamidi? Ha, menga. Rahmat. Issiqda chanqagandirsiz. Suv ichasizmi? Yo'q, rahmat, suvim bor. Bunaqa issiqda qanaqa qilib ishlayapsiz? Boshingizga tushsa, hamma ishni qilar ekansiz. Keling, men sizga vizitkamni beraman. Xohlagan vaqtingiz telefon qiling, xo'p? Nimaga menga yordam beryapsiz? Chunki men ham ayol kishiman. Sizni yaxshi tushunaman. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Alo. Ish bitdi. Hammasini siz aytganingizdek qildim.